Yigit hayotini juvonsiz tasavvur etishga, o'zini ko'niktirishga tirisharkan, birdan yuragi orqasiga tortib ketdi. Yana o'sha sovuq uy, hamisha shirakayf Doniyor, g'ala-g'ovur shovqiniga to'la bozor maydoni, his-tuyg'udan yiroq kirakash sheriklari. Yilt etgan nurdan esa darak yo'q. Ro'shnolik istab boradigan ayoldan allaqachon ko'ngli qolgan. Boshda shaharning shimoliy qismidagi ko'p qavatli uylar ko'ziga juda issiq ko'rinardi. U bu uylardan birida turuvchi juvonni chinakamiga suymoqni istardi. Biroq ayolning tamagir nigohlari bu tuyg'uga izn bermasdi. Juvon sevaman derdi-yu, sevmasligi, aniqrog'i suya bilmasligi ko'zlaridan bilinib turardi. Uning barcha aylanib o'rgilishlari riyokorlik asosiga qurilgandek, yigit bu xonadonni hamisha ezgin bir kayfiyatda tark etardi. Xo'sh, yigitni unda nima bog'lab turibdi? Otamurod xayoliga kelgan bu savolni hamisha nari quvishga tirishardi. Juvonning taqdiriga ish bo'lmoq kuyida o'rtanadi. Ammo ayol fe'lidagi ochko'zlik-u tamagirlikni yashirmoqqa ming urinsa-da, baribir bildirib qo'yardi. Har holda buni yigit sezardi. U ta'masiz mehrini qo'msardi. Oyda bir kelib topgan tutganidan kattagina ulush olib ketadigan xotinidan farqli o'laroq, bu ayol juda shirin so'z edi. Jonimlab jonini olardi. Yigitning nazarida o'zidan ko'ra pulini yaxshiroq ko'radigandek edi. Va so'ng shunday bir voqea yuz berdiki, yigit o'zining qadr-qimmati nechog'ligini fahmlab yetgandek bo'ldi. Juvon so'ragan mablag' unda bor edi. Negadir o'zicha noz qilgisi keldi. Hozir yonimda yo'q. Keyin to'g'rilab beraman dedi. Shunda ayol shunday bir ensasi qotib qarash qildiki, yigit uni taniy olmay qoldi. Juvon ortiq bir so'z aytmadi. Aytishni istamadi. Qarashlari bilan yigitni joyiga mixlab, chiroyli qomatini ko'z-ko'z qilgancha ketdi bordi. Yigit sezdiki, agar hozir cho'ntagidan u aytgan pulni chiqarsa, ayol yashnab ketadi. Yalab yulqashu suyib erkalashdan ham toymaydi. U chinni kosani yuvib, bir chetga terib qo'yayotgan kampirning harakatlarini zimdan kuzatarkan, uni unchalik oshiqmayotganligini sezdi. Nazarida chol ham nimanidir kutayotgandek edi. Andisha deb atalmish tuyg'u iskanjasida behalavot o'tirgan sardor chol tongda g'oyib bo'lgan qizini yigitdan kam kutmayotgandi. Biroq buni bildirmaslikka urinar, gohi esa to'satdan g'azabi qo'zib, bu urug' shunaqa, na g'azabini oshkor etadi, na quvonchini. Boshda men ham rosa qiynalganman, degisi kelardi. Biroq bu gaplarni mehmonga aytib bo'lmasdi. Yigitning qiziga befarq emasligini sezgan kundan buyon oshkora gurunglardan o'zini tiyib kelardi. O'ziga qolsak-ku, buytiblar qiynalmay, odamingni yubor. Shunda bir gap bo'lar, qizim xohlasa nikohingni olarsan, yo'q esa manglayingga urib, izingga qaytib ketaverasan degisi kelardi. Buning enasi ham shunaqa edi. Chimildiqqa kirmaguncha suyarini bildirmagan. Mixdagi belbog'ni olganiga suyunib, o'zimcha sal suyulmoqchi bo'pman. O'shanda ukalaridan kalta kiyib qolishimga ozgina qolgan, deya gurung bermoqni istardi. Chol siqilgani yetmagandek, qishloqqa cho'mgan mudhish bir sukunatdan juda xavotirda edi. U bu xil holatni uzoq yili, ya'ni Shavkat Shapka o'ldirilgan kuni his qilgandi. O'shanda ham qishloq xuddi bugungidek g'aroyib bir sukutga cho'mgandi. Barcha nimanidir kutayotgandek gung va dilgir edi. Bo'ron oldidan bo'ladigan qandaydir sokinlik, bo'ron qo'pishi esa aniq edi. Buni faqat tuman harbiy bo'limining vakili bo'lmish Shavkat Shapkagina sezmadi. Qo'ng'ir otiga minib, qishloqni tark etarkan, katta chinor tagida tizilishib o'tirgan chollarga pisanda qildi. Partiya va hukumatimiz uchun hamma bir. O'g'illaring harbiyda xizmat qilmog'i shart. Tupkanning tagida biqinib, fuqarolik burchlaringni butunlay unutib qo'yibsanlar. Endi bunday bo'lmaydi. Ammo o'sha kuni dovon oshib, manzilga yeta olmadi. Muylishdagi jardan uchib halok bo'ldi. Uni jardan uloqtirgan Shokir kichkinaning topgan bahonasi shu bo'ldi. Meni harbiy xizmatga borasan dedi. Borgim kelmadi. Shundan keyin harbiy bo'linma xodimlari
qishloqqa yolg'iz kelmaydigan, qurolsiz yurmaydigan bo'ldi. Aslida Shokir kichkinaning iqrori g'irt yolg'on edi. Fojiaga Shavkat Shapkaning og'zi shaloqligi-yu o'ziga behad bino qo'yganligi sabab bo'lgandi. Chinimi, hazilimi, ishqilib shu gap og'zidan chiqqani rost edi. Anovi beva opangni bir kechaga bersang, sen armiyadan butunlay ozodsan. Uyning erkagi hisoblanmish yigitning jussasi pachaqroq edi. Tog'lik yigitlarga o'xshamas, anchayin ushoqroq edi. Biroq g'ururi tog'dan baland edi. Hozircha mehmon hurmati uchungina o'zini bosib o'tirardi. Chayir barmoqlari tagidagi yaqqat ko'rpacha chetini asabiy g'ijimlarkan, yuzidan tabassum arimasdi. Ko'zlaridan yolqinlangan g'azabini o'sha tabassum qatiga yashirmoqqa urinardi. Hurmatini bilmagan mehmon qarshisida noiloj odob saqlashga tirishardi. Shavkat Shapka xiyla shirakayf edi. Uning bu holatini sezmadi. Boshiga kepka kiyganidan buyon ancha buncha narsani fahmlamaydigan bo'lib qolgandi. Harbiy bo'linmaga ishlashdan avval u militsiyada ishlagan. Ehtiyotsizlik oqibatida daladagi paxta xirmonini yondirib yuborgan bechorahol bir yigitning ishini ko'rayotganida yolg'iz o'g'lining qamalishini istamagan beva ayol noilojlikdan qizini Shavkat Shapkaga qo'shib qo'ygandi. Ammo tog'liklar paxta deya o'mgani ezilgan, g'ururi behad toptalgan dashtlik emasdi. Uyda kulib, chekkada jonini sug'urib oladiganlardan edi. Biroq to'qim tabiat Shavkat Shapka buni qayerdan ham bilsin? Bilgani yilning 9 oyi davomida katta yerdan uzilib qoladigan bu qishloq yigitlarining shu paytgacha harbiy xizmatga olinmay kelgani edi. Bu xatoni to'g'rilash go'yo yolg'iz uning gardaniga tushgandi. Shu bois o'zini qishloqda xudo o'rnida ko'rmoqda edi. Biror kimsaning e'tiroz bildirishi yoki burnidan oshiqroq gap qilishi mumkin bo'lmagan hol edi. Ertasi Muylishdagi Jarlik tepasida qishloq yigitlariga ro'para kelganida ham shu o'yda edi. Shuning uchun oti yuganini tutishga botingan pachoq yigit Shokir kichkinaning bosh ko'zi aralash qamchi tortishdan hayiqmadi. Tagidagi oti yuqoriga sakradi. Ammo pachoq yigit chayir ekan. Ot yuganini uning qo'lidan uzolmadi. Bu taxlit muomalani kutmagan Shavkat Shapka buni o'ziga nisbatan yanada aniqrog'i, davlat odamiga nisbatan haqorat deb bildi. Bot qamchiga zo'r berdi. So'ng esa o'zining jar tubiga toshdek uchib borayotganligini sezdi. Bu sardarchol guvoh bo'lgan voqealardan biri edi. Qishloqning ko'rimsiz yigitlaridan biri bo'lmish Shokir kichkinaning hamiyatiga nisbatan havasi so'nib-so'nmay qishloqni milisa bosdi. Davlat odamiga qarshi tajovuz qilgan pachoq yigitni hibsga olmoqchi bo'ldilar. Qishloqqa otlik militsionerlar kirib kelishganida Shokir kichkina hovlisi etagida Sardor bilan hasratlashib o'tirardi. Mirshablarni ko'rib darrov voqeani angladi. Chakki bo'ldi-da, deydi manglayi asabiy tirishib. Opamga ko'z olaytirgani uchun o'ldirdim deymanmi bularga? Opamning nomini tilga olamanmi? Boshqa bahona topa qol unda, deydi Sardor unga ne taxlit ko'mak berishini bilmay. Yo'q, zo'r bo'lishsa avval meni tutib ko'rishsin. Shokir kichkina hovlisi yoqalab do'ngga intiladi. Ammo do'nglik yaroq tutgan mirshablar tomonidan allaqachon to'sib qo'yilgandi. Qishloq yo'liga tutash so'qmoq ham ular tarafdan band etilgandi. Uning kulbasi buruntepada joylashgan bo'lib, hovlini etagi tik jarlikka tutashgan edi. U oqshomlari jar labidagi xarsang toshlarga cho'kib, quyosh botishini tomosha qilishni yaxshi ko'rardi. Sardor ham o'ta kamsuqum bu yigitni juda yoqtirardi. Bu qishloqda ilk orttirgan jo'rasi ham shu edi. Ammo hali yuragi tubida cho'kib yotgan dardini to'la aytishga ulgurmagandi. O'sha kuni negadir xiyolgina uchini chiqargandi. Butun hayotini alg'ov-dalg'ov qilib yuborgan xiyonatning zalvoridan o'zi qolib, Shokir kichkinaning afti qorayib ketgandi. Menga aytding, deganda ovozi allanechuk qaltirab. Boshqa birovga aslo ayta ko'rma. Juda yomon ish bo'lgan ekan, lekin u gapini tugatishga ulgurmay, hovlida mirshablar paydo bo'lgandi. Yigit uchun jarlik tomongina ochiq qolgandi. Biroq u qush emaski, qanot chiqarib uchib ketsa. U do'nglikka intilgan yerida asta-sekin
jarga chekina boshladi. To'xta, otilasan degan xitoblarga parvo qilmay tisirilishda davom etdi. So'roqlarda opasi nomini tilga olishdan or qilib, o'zini tubsiz jarlikka tashladi. Bu holni hech kim kutmagandi. Yaqin o'rtada turganlar dahshatdan voh degancha qolaverdi. Bu fojia sababi faqat Sardorga ayon edi. Kimdir u dedi, kimdir bu. Yolg'iz ugina tilini ichiga yutdi. Shu voqeadan so'ng yuragini ayovsiz o'rtayotgan dard ayolining xiyonati to'g'risida birovga cho'rq etmaydigan bo'ldi. Bu xil narsalarni tilga olish erkaklarga xos ish emasligini boz anglab yetdi. Shu paytgacha Shokir kichkinadan o'zgasiga sasini chiqarmaganidan o'zida yo'q shodlandi. Ko'ksiga miltiq tiragan onlarini yomon tushdek dam-badam xotirlarkan, bu foniy dunyoda yashamoqning o'zi bir jasorat ekanligini fahmlab yetgandek bo'ldi. U yuksak tog'larga ma'yus boqdi. Ezgin hislarini qalbiga dimladi. Chuqur qayg'u ila do'stining ma'rakasiga bosh qo'shdi. Bu endi boshqa bir tuyg'u, judolik alami edi. Har holda o'zligingga qarshi ich-ichingdan g'imirlayotgan g'alamiz hislardan ko'ra bu qayg'uning yuki sal yengil edi. Negaki tan bo'lak, bugun kuyasan, ertan ko'nikasan va so'ng unutasan. Yomoni o'zingniki. Yashab yashayolmaysan, o'lib o'lolmaysan. Dilingni zabt etgan qasos hissi seni hech qachon o'z erkingga qo'ymaydi. Sardor tishdan sokin ko'ringani bilan ichdan qasos o'tida o'rtanardi. Qo'lbola ikki o'qni hamisha yonida olib yurardi. Avvaliga tushkunlikka tushib, yashashni istamay qo'ygan yigit endi intiqom o'tida o'rtanardi. Ayniqsa, Shokir kichkinaning fojiasidan so'ng bu o'y xayolidan ketmay qoldi. Undan qayrim kam, nomus deya jonidan voz kechdi. Men esa yigitdagi bu holni Abdurahmon chavandoz sezganday bo'ldi. Bir kuni qavatiga chorlab dedi. Kimlardandir ulgu olib, qiyshiq o'sgan daraxtni kesish payida yuribsanmi deyman. Chavandoz bu gaplarni aytarkan, negadir uzoq-uzoqlarga o'ychan tikiladi. Suhbatdoshini unutganday tutadi o'zini. Qiziq jihati, o'sha mash'um tundan u butunlay bexabar. Ammo gap ohangidan barini biladiganday. Sardor uning ko'zlariga tik boqishga intiladi. Bahs istaydi. Ish arzisa-chi, deydi. Ish arzisayam bandasi arzimaydi. Yurak yonsa-chi. Yurak yongan kezlari sabrning etagidan mahkam tutmoq kerak. Shunda seni Alloh siylaydi. Yigitning o'rligi tutadi. Lekin Abdurahmon chavandoz uni ortiq eshitmaydi. O'rnidan qo'zg'alarkan Sardorga loqal qayrilib qaramaydi. Ayol zotidan butunlay ko'ngli qolgan Sardorni Xudo haqiqatdan siyladi. Unga hozirgi kampirini ro'para qildi. Vaqtida qishlog'ining olti qizlaridan biri hisoblanmish Suluvning muhabbatiga sazovor etdi. Qiz dildagi tuyg'ularini tilda emas, xatti-harakatlari vositasi ila bayon etdi. Ammo qizi tushmagur tevaragini qurshagan tog'lardek mag'rur edi. Mag'rurligi ila yigitni adil bo'lishga chorladi. Sardor bildiki, bu qiz oldida ming'irlab yoki shalvirab bo'lmaydi. Aks holda uning changida qolib ketishi mumkin. Sardorchol xotiralardan andak chekinib, qarshisida qizining yo'lida ilhaq bo'lib o'tirgan yigitga zimdan nazar soldi. Palagi toza, yaxshi xotin tushsa gullab ketadi bu, deb o'yladi. Yigitga mehri eggan sari uning qishloqdan eson-omon chiqib ketishi haqida ko'proq qayg'ura boshladi. Qishloq yigitlarining zimdan gu'ranishidan vaziyat qaltisligini sezib turardi. Biroq bu holatda yigitga ko'mak bermog'i mushkul edi. Qiziga qo'shmoq niyatida o'zi yugurib yurgan ekan degan malomatga qolishi mumkin. Yigitga u bu gap o'rgatay desa, gapning bir uchi yana qiziga borib taqaladi. Ota uchun esa bundan og'iri yo'q edi. O'yga cho'mgan chol yigitning gapini juda uzoqdan eshitganday bo'ldi. Unga ajabsinib qaraydi. Yigit o'rtadagi sukutga barham berish uchungina so'zlanayotganini sezadi. Bosh irg'ab tinglagan kishi bo'ladi. Karaxt sho'ri shu gaplarni anglaydi. Yigit shofyorlikdan to'ygan emish. Maktabni, bolalarni juda sog'inganmish. Kunda qo'liga tushib turadigan 4-5 tanga emas, suygan kasbigina kishiga quvonch bag'ishlarmish. Ayniqsa, shogirdlari bo'y ko'rsatganda undan zo'r baxtning o'zi yo'q emish.
Bu tuyg'ular cholga g'irt begona edi. Yigitni tinglagan bo'lib, betdagi bog'ini o'ylaydi. Betdagi bog' yangi. Daraxtlarning oldi bu yil hosilga kiradi. Ammo quyidagi yong'oqzor, muylishdagi terakzor ko'rgan ko'zni quvontiradi. Tog'da yer serob. Birov uni ek, buni ek demaydi. Har kim o'z maylida bog'bonlik qiladi. Aslida Sardor cholning bog'bonlikka uncha ishtiyoqi yo'q edi. Kelgindi degan qarashlarga qarshi qo'l urgandi bu ishga. Qishloqdan olislab shu do'ngga imorat tashlagach, bo'sh yer borki daraxt o'tqazdi. Bu harakati bilan tog' o'zimniki demoqchi bo'ldi. Qishloqda o'ziga xos obro' topdi-yu, lekin kelgindi degan qarashlardan baribir qutula olmadi. Bahonada yerga qattiq mehr qo'ygani qoldi. Endilikda barpo etgan bog'lariga tikilib, ko'zi to'ymaydi. Nazarida yigit ham shunga yaqin gap qilmoqda edi. Faqat u shodlikni maktabdan, bolalaru va yana allanimalardan qidirmoqda edi. Yozgan she'rlarida shunday bir teran ma'nolar borki, shu mening o'quvchimmi deya g'ururlanib ketaman. O'zim esa necha yillardirki oddiygina bir uchar mashinani eplab yasay olmayapman. Ammo lekin bir marta bo'lsa-da osmonda parvoz etish niyatim bor. Chol to'satdan so'zamollashib qolgan yigitga hayron boqar ekan, nuqul bosh irg'ar, go'yo suhbatdoshini orzu va rejalarini ma'qullardi. O'zi esa ayni paytda o'tgan kuni yovvoyi to'ng'izlar kavlab tashlagan tomorqasini o'ylardi. O'z navbatida ikkisi ham bir-biriga sezdirmagan holda Zumradning yo'lini poylar.